50 yoshga yetgan kunimda sovg'a qildi o'g'lim bir uzik. Duxobali yashil qutida mittigina marvarid ko'zlik. Muncha nafis, muncha chiroyli, yig'lavordim suyunganimdan. Naq 300 ming sana bergandir. O'rgilayin bolaginamdan. Barmog'imga qanday yarashdi. Ko'rmaganman bundagin boylik. 3 millionga cholim olib bergan olmos o'zidan ham chiroyli. Kungirali bilaguzigin meros qoldirgandilar onam. Bolam bergan o'zi oldida xira tortib ketdi o'shayam. Sevinchimdan o'yinga tushdim. Barmog'imga taqib olib uni baxtli kuning qay kuning desa aytar edim bugungi kunni. Birdan dedim sodda bolama, menga o'zi olib netardi. O'ziga uyiga sarf qilsa shu pulni qancha kami bitib ketardi. To'zimikin yeb ichishlari muzlatkichi to'lamidi ekan. Biron kami bo'lsa o'zini kelin ko'rsa nima der ekan. Xotiniga aytmagan bo'lsa shu hijolat qiynardi meni. Dadasiga dedim, kelinga ko'rsatsammi, ko'rsatmasammi? Ular dedi, kelindan qo'rqma, hijolatli ne ish qilibsan? Boqib bolang qo'lidan bitta o'zi taqsang taqibsan, undan ko'ra duo qil, amin. Onasini qilgan bo'lsa shod, shu bolani 2 dunyosin Robbim o'zing qilgaysan obod. Onasiga ihson qilibdi, ro'zg'oridan, nafsidan gulib sarflagan shu 300 mingini qaytarib ber, 3 million qilib. Onasini yasatibdimi? Shu bolani Robbim o'zingsan, payg'ambarlar libosi bilan jannatingda yasantirgaysan. Amin dedim yig'lab. Dadasi, buni qarang, bu qanday boylik. Barmoqlarim qizligimda ham bo'lmagandi bunday chiroylik. Qo'llarimni silab ohista dedim, rosa qildingiz xizmat. 50 yilda azizalarim, qulluq bo'lsin bu buyuk izzat. 3 bolani tagliklarini yuvganingiz uchun bu uzik, silab siypab xizmatlarni qilganingiz uchun bu uzik, uchalovini po'palab o'pib tetapaya qildirgan ham siz. Osh ovqat kirini qanday yuvar edim siz bo'lmasangiz. Kechalari ustilarini burnim bilan urarmidim, tilim bilan kiydirarmidim paypog'ini oyoqchasiga. Rahmat sizga azizalarim, yordamingiz uchun tashakkur. Har barmoq, har tirnoq, har bo'g'im, har kaftingiz uchun ming shukr. Har sizga bu izzatlar kam. Savob ila borsangiz agar taqajaksiz mangu jannatda qo'sh oltin bilaguzuklar. Shu kun gulga aylangan edi qo'limdagi ajinu dog'lar. Chunki ko'nglim ko'chalarida yongan edi minglab chiroqlar. Bir burchakda tashlandiq yotgan ko'nglim o'sdi, ko'nglim yashnadi. Nedaligin bilmadim, ammo qo'lim endi qo'lga o'xshadi.